Ko'rish analizatori hisoblangan ko'z haqida 1 daqiqaning ichida ma'lumot. Ko'z 3 ta qismdan iborat. Ko'z soqqasi, yordamchi qism va ko'rish. Tuzilishiga ko'ra esa 2 ta qismdan iborat. Tashqi hamda ichki. Tashqi qismiga oqsil parda, tomirli parda, to'rsimon parda. Ichkiga esa gavhar va shishasimon tan. Endi esa ko'zning o'ziga batafsil to'xtalamiz. Birinchi sklera parda, undan keyin rangdor parda, qorachiq hamda ko'z gavhari. Sklera parda, to'r parda, ko'rish pardasining markaziy chuqurchasi, ko'rish nerv diski hamda ko'rish nervi. Ko'rish analizatorining birinchi qismi to'r pardada joylashgan. Inson ko'zi 380 dan 760 nanometrgacha bo'lgan uzunlikdagi yorug'likni qabul qiladi.